eng qizig'ida shuncha sportni ko'ramiz. Shuncha boshqa chet el davlatlarini sportmenlari chiqadi. Yonida biror bir gandonni ko'rmaymiz. Faqat oilasi, otasi, onasi, xotini ili o'ynashchasi bo'lishi mumkin. Bu yerda onasini skey bilan qo'taq sotgan ham, plash sotgan ham, balon sotgan ham, masla sotgan ham, moshin sotgan ham, vijdonni sotganlar ham hamma shu sportsmenga yopishadi. Ha, gandon biladi, o'sha sportsmen trenirovka qilib yurganda qo'taq bosh qayerda eding deydigan oliga savol borda. Bu endi sportsmenlar bu narsadan o'tadi-yu, professional sportda bunaqaylarga yonida yuradigan chaykalar daxoy bilan mana taqqos misol qilishimiz mumkin. Gold. Unutdi hammasi, pidarazlar.